Bismillahirrahmanirrahim. Kofiya 57 dars. İsmi fail. Endi ismi failga kelibmiz. Ismul fa'ili mashtuqqa min fi'lin liman qama bihi bi ma'nal hudusi. Ismi fail o'sha fe'ldan ishtiqoq qilingan bo'ladi. O'sha fe'lni bajargan odam uchun va bu hudus ma'nosida, ya'ni yangilanib turadigan bir ma'noda bo'ladi. Ya'ni doim qotib qolgan sifat bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Masalan, o'tirdi, turdi, o'tiruvchi, turuvchi desangiz, ha deb o'tiravermaydi-yu. Yo o'tiruvchi desangiz, ha deb turavermaydi-yu. Shunaqa ma'nodada, ya'ni yangilanib turadi. Xo'p, sal boshqacharoq ta'rifi ham bor ekan. Ismi foil u fe'ldan ishtiqoq mabni ma'lumga bino qilingan, ya'ni ma'lum fe'ldan ishtiqoq qilingan bo'ladi va o'sha fe'lni kim bajargan bo'lsa yoki o'sha fe'l kim tarafidan bajarilgan bo'lsa o'shuning uchun o'shinga qo'yilgan bo'ladi deb dalolat qiladi deb aytilgan ekan. Va katibun deydigan bo'lsangiz, yozuvchi o'sha odam yozgan bo'ladi, ya'ni o'sha odam shu ishni bajardi, yozdi. Yoki musinnun yoshi o'tib qoldi deydigan bo'lsangiz, o'sha yoshi o'tib qolish shu odam tarafidan sodir bo'ldi-da. Yiqildi desangiz ham, misol uchun, o'zi atay yiqilmaydi-ku, o'zi qilmaydi-ku. Banogoh yiqilib tushishi mumkin-ku. Shunaqa. Xo'p, wasighatuhu min as-sulasi al-mujarrad ala fa'ilin va min ghayri as-sulasi ala sighati al-mudari' bi mimin madmumatin va kasri ma qabla al-akhir mislu mukhrijun va mustakhrijun. Mukhrijin, mustakhrijin desa ham bo'ladi, mukhrijun deb alohida qilib aytsak ham bo'ladi. Yuqoridagilar ham shunaqa. Xo'p, endi uni siyg'asi sulosiy mujarradda fa'ilun vaznida bo'ladi. Endi sulosiydan boshqasida-chi, u muzori nimasida bo'ladi-da, zammali mim olib kelamiz harfi muzoratni o'rniga va moqobil oxirini kasra qilamiz. Mukhrijun, mustakhrijunga o'xshagan. Demak, alimun bo'ladigan bo'lsa, nimada fa'ilun vaznida. Nimada muallimun bo'ladi muallamadan. Yoki amilun bo'ladigan bo'lsa, mustamilun bo'ladi nimaga olib kelganda. Bu qanday bo'ladi desa, mana o'zi asli yuallimu edi. Shu yuallimudagi harf muzoratni olib tashlab, unga zammali mim olib kelamiz, muallimun bo'lib qoladi. Yoki yastamilu edi, o'sha yodi o'rniga mim olib keluvdik, mustamilun bo'lib qoldi. Endi faqat moqobil oxirini, ya'ni oxirgi avvalgi harfni kasra qilamiz. Mana yataqarrobuda mana re fatha turibdi. Endi buni o'sha mim olib kelganimizdan keyin oxirgi avvalgi harfni kasrali ham qilib qo'yamiz. Mutaqoribun bo'ladi. Muallimunlarda, mustamilunlarda o'zi kasrali bo'lganligi uchun indamay qo'ya qoldik-da. Va ya'malu amala fi'lihi bi sharti ma'na al-hali aw al-istiqbali wal i'timadi ala sohibihi aw al-hamzati aw ma. Xo'p, bu fe'lini amalini qiladi nima shart bilan? Ya'ni hozirgi zamon va kelasi zamon ma'nosida bo'lishlik kerak va sohibiga suyanish kerak, yo hamza bilan moga suyanish kerak bo'ladi. Xo'p, mana misol uchun Zaydun zoribun g'ulamuhu Amron al-ana deyishingiz mumkin yoki shuni Zaydun zoribun g'ulamuhu Amron g'odan deyishingiz mumkin. Ya'ni hozirgi kelasi zamonga ishlaydi. Endi hikoyatan o'tgan zamon ma'nosida ham kelishi mumkin. Va kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Bu endi hikoya tarzida kelyapti-da, o'sha paytda bo'lgan ishlarni hikoya qilib keltirilyapti. Shu ma'noda bo'ladi endi. Xo'p, endi uni sohibi kim bo'ladi? Sohibi mubtado bo'lishi mumkin. Masalan, Zaydun zoribun abuhu deydigan bo'lsak, Zaydun mubtado, zoribun bu xabar bo'ladi. O'sha Zaydunga suyanib turib zoribun amal qilyapti. Abuhu shu zoribunning foili bo'lyapti. Mavsula bo'lishi mumkin. Mana misol uchun ja'az-zoribu abuhu, ya'ni ja'allazi zaraba abuhu endi. Shu yerda yadribumi? Shu yerda endi alif lom bilan ishlayapti. Alif lom bilan ishlagandan keyin
bu aliflom mavsula ma'nosida kelyapti. Shunga tayanib turib abuhu shu yerda ad-doribuni foili bo'laveradi. Yo mavsufga suyanadi. Jaa rajulun doribun abuhu. Ma rajulun mavsuf doribun sifat bo'lyapti. Mana shu yerda abuhu doribunni foili bo'laveradi. Yo zulhol bo'lishi mumkin, ya'ni holda egasi. Jaa zaydun rokiban farasahu. Rokiban bu yerda hol bo'lyapti. Zaydun zulhol. Shunga suyanib turib amal qilyapti. Yo bir alif istifhom bo'lishi mumkin. Aqoimun zaydunga o'xshab yoki moyi nofiya bo'lishi mumkin. Maqoimun zaydunga o'xshab. Shularga suyanib turib amal qiladi. O'zidan keyingini raf qilib uni foili bo'ladi. Xo'p. فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائي. Mana Zaydun dori va amrin amsi deb kecha bo'ladigan bo'lsa, unda izofai ma'naviya bo'lishi, izofai lafziy emas. Izofai lafziya chunki faqat ta'rifni ifoda qilardi, taxfifni ifoda qiladi-yu. Azori bu Zaydi. Unaqa emas, izofai ma'naviya, ma'naviy izofa qilishligimiz kerak bo'ladi. O'tib qolamiz Zaydinga o'xshatib. Tushunarli bo'ldimi? Shunaqa qilish shart ekan. Bu xilofa lil kisoyiga xilof tarzda. Kisoya aytadi, hech ham unaqa emas. Bu foil ham uchala zamonga ham bemalol amal qilaveradi deb aytar ekanda. Xo'p, fa in kana lahu ma'mulun akharu fa bi fi'lin muqaddari nahu Zaydun mu'ti amrin dirhaman amsi. Fa in dakhatil lamu istawal jami'u. Bu alohida gap. Xo'p, unda agar boshqa bir ma'mul bo'ladigan bo'lsa, mana misol uchun Zaydun mu'ti amrin dirhaman amsi deydigan bo'lsak, ya'ni shu moziga amal qilgan paytda mana foiliga izofa qilindi, ya'ni amr beruvchidir-da Zaydga, dirhaman. Ya'ni amrga beruvchi ekan. Ya'ni nimasiga izofa qilindi, ma'muliga izofa qilindi. Lekin yana bitta ma'mul turibdi endi. Uni ikkita maf'uli borda. Mana dirhaman deb ikkita maf'uli borda. Ikkinchi maf'uli nima desa, bu ikkinchi maf'uli bu taqdirda bitta fe'l bor. O'sha fe'l uni nasb qilyapti. U a'to degan bitta fe'l bor. Bunga mana savol berib ko'rsangiz, ma a'tohu, nimani berdi unga desangiz, a'tohu dirhaman bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda bitta a'to degan fe'l bor deb aytilar ekan. Xo'p, endi alif lom bilan bo'lsa, istaval jamiu hammasi ketaveradi. Marartu bizzoribi abuhu Zaydan amsi deysizmi? Marartu bizzoribi abuhu Zaydan al-ana deysizmi? Marartu bizzoribi abuhu Zaydan g'odan deysizmi? Demak, o'tgan zamonga ham, hozirgi zamonga ham, kelasi zamonga ham hammasiga ketaverar ekan agar alif lom bilan bo'ladigan bo'lsa. U endi sal kuchayib qolar ekanda. Xo'p, mana yana shunga misollardan Albani madrasatan kalhadimi sijnan. Madrasani qurgan odam qamoqxonani buzgan odam kabidir deydi. Maktab qurgan, qamoq buzgan kabidir deydi. Yoki mana favailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Lil qasiyati mana alif lom bilan kelyapti. Qulubuhum uni foili bo'laveradi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, va ma wudi'a minhu lil mubalaghati kadarrabin, darrabun desiz ham bo'laverar. Darubun, midrabun, alimun, hadirun mislahu val musanna val majmu'u mislahu. Xo'p, mubolag'a uchun kelgan mana darrabun, ya'ni fa'alun vazni, fa'ulun vazni, mif'alun, alimun, fa'ilun vaznlar bor. Bu ham o'sha xuddi ism fa'ilning ayni o'zi bo'ladi. Bu vaznlar fa'olun vaznida keladi. Buni siyg'ay mubolag'a deyiladi. Ana hallafun, kazzabun, jabbarunga o'xshab. Mif'alun vaznida keladi. Miqdamun, minvalun, mig'varunga o'xshab. Fa'ulun vaznida keladi. G'afurun, shakurun, saduqun. Fa'ilun vaznida keladi. Qodirun, basirun, qodisun. Fa'ilun vaznida keladi. Qaliqun, labiqun, hadirun. Fa'ulun vaznida keladi. Faruqun. Fu'alatun vaznida keladi. Humazatun, lumazatun. Mif'ilun vaznida keladi. Miskinun. Bular hammasi siyg'ay mubolag'alar. Bular ham xuddi
xuddi o'sha ismi foilga o'xshaydi. Mana Zaydun Zorrobun Abuhu Amron deysiz, buni hozirgi zamonga ishlatasiz, ertagalikka ishlatasiz, ya'ni hozirgi va kelasi zamonga ishlatasiz, lekin nimaga ishlata olmaysiz? O'tgan zamonga ishlata olmaysiz. Endi shunga alif lom kiritib, marartu bi Zaydini Zorrobi Amron deb alif lom kiritib qo'ysangiz, endi hozirgi zamonga ham, kelasi zamonga ham va o'tgan zamonga ham ishlata olasiz. Alif lom bo'lsa hammasi barobar dedik-ku. Xo'p, endi tasniya bilan jamlar ham xuddi shunaqa. Agar alif lom kirmasa faqat hozirgi zamon, kelasi zamonga ishlaydi. Agar alif lom kirsa-chi, ad-doribani amron, unda hozirgi zamonga ham, kelasi zamonga ham va o'tgan zamonga ham ishlaradi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, jam ham shunaqa. Agar alif lom kirmasa hozirgi zamon bilan kelasi zamonga ishlaydi, al-ana g'adan bo'lib. Agar alif lom kirsa-chi, ad-doribuna bo'lib, alif lom kirsa-chi, unda hozirgi zamonga ham, kelasi zamonga ham va o'tgan zamonga ham ishlaradi. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, va yajuzu hazfun nuni ma'al amali va ta'rifi taxfifan. O'sha amal bilan ham va o'sha ma'rifa, alif lom bilan ma'rifa bo'lganda ham nunni hazf qilishlik joiz bo'ladi, taxfifan, yengillatish uchun deydi. Mana shu val muqimis solati boru. Mana shu xususda endi biz endi solati o'qiymiz. Solata o'qiydiganlar ham bor ekan. Hasan Basriy aytgan ekan, bu yerda nun izofa uchun emas, bu yerda yengillatish uchun nima qilindi? Izofa uchun hazf qilganingda unda namozni kasra o'qigan bo'larding. Endi bu yerda nasb o'qiganlar aytyapti-da bu gapni. Lekin bu o'sha yengillatishlik uchun bu yerda muqimi val muqiminas solata bo'lish kerak edi o'zi aslida. Val muqimis solata bo'ldi va nasb qilindi deb aytgan ekanlar. Demak, bu yerda solatani raf kasra o'qiydiganlar endi izofa uchun deyish mumkin. Lekin buni nasb o'qiydiganlar demak bu yerda taxfif uchun, yengillatish uchun nun hazf qilinyapti deyishadi. Xullas. Buni endi nasb o'qiydiganlar uchunga xos bu gap. Innakum lazaiqul azabil alimda ham buni ham o'sha azabal alima deb o'qiydiganlar bor ekanda. Bu yerda ham nun yengillatish uchun hazf qilindi, izofa uchun kasra qilindi deyishar ekan, lekin buni ham nasb o'qisa joiz deydiganlar bor ekan. Endi buni nasb o'qib, buni o'sha zoiqudi maf'ulun bihisi deydigan bo'lsangiz, unda ham o'sha gap chiqib qoladi-da, o'sha lazaiquni edi. Nunni o'sha yengillatish uchun hazf qilindi degan ma'no chiqadi-da, izofa uchun emas, yengillatish uchun hazf qilindi degan ma'no chiqadi. Xo'p, shu bilan ismi foil ham nihoyasiga yetdi. Xo'p, salomat bo'linglar.